Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyning elektr batareya bozoridagi hukmronlik o'rniga qarshi turish tirishchanligi haqida to'xtaldi. Xitoyning elektr batareya bozoridagi hukmronlik o'rniga qarshi turish tirishchanligini ta'kidlagan Biden, Kaliforniyaning Salton dengizidagi yer issiqligi tuzidan litiy chiqarish planini tilga oldi. Biden bosh shtabi Kaliforniyaning Nevadaga joylashgan oz uchraydigan metal materiallari shirkatini $35 million bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Amerikaning Rossiyaga jazo yurgizishni va Ukrainani mudofaa qurollari bilan ta'minlashini jiddiylikni kuchaytirish va vahima paydo qilish deb aybladi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Hua Chunying, agar boshqalarni ayblash jarayonida o'tqa benzin to'ksa, u mas'uliyat va axloqliq emas dedi. Hindiston armiyasi davlat ichidagi taraqqiyot va ishlab chiqarishga ahamiyat berish uchun Amerikaning Hammobop atom nomli qurol-yarog' shirkatidan $3 milliard yirtqich tipdagi uchquchsiz aeroplan sotib olish planini to'g'latdi. Hindiston armiyasi 5 burchakli binoga yirtqich tipdagi qurolliq uchquchsiz aeroplan sotib olish planini to'g'latish qarorini quturdi. Hindiston armiyasi yirtqich tipli qurolliq uchquchsiz aeroplandan 30 ni sotib olishni planlagan bo'lib, dengiz, havo va quruqlik qismlariga 10 dan taqsim qilindi ekan. Norvegiya bosh ministri Jonas Gahr Støre o'zlarining Yevropa davlatlarini davomli tabiiy gaz bilan ta'minlaydiganligini, energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qiladiganligini aytdi. Støre Belgiya ziyorati jarayonida Belgiya bosh ministri Alexander De Croo bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropaning tabiiy gaz ehtiyojining 20%ni Norvegiya ta'minlaydiganligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri ijtimoiy aloqa to'g'rida Turkmanchay kelishimi haqida bir yozma bayonot e'lon qildi. Bu yozmada Naxchivan va Qorabog' Sharqiy Armeniya deb tilga ilindi. Ozarbayjon bu yozmaga inkos qaytirib, ularning tuzitishni saqlayotganligini e'lon qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi Ukraina masalasi uchun yig'in o'tkazdi. Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xitob qildi. Kuleba mundaq dedi: "Biz hozir Rossiyani to'xtatish uchun sizning yordamingiz va diplomatiyangizga muhtoj. Bizning yanada diplomatiyaga vaqtimiz bor." Kuleba Ukraina qabul qilgan harbiy yordamlarni tilga olib, u Ukrainaning mudofaa sistemasini kuchaytirish uchun dedi. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi boshchiligidagi Amerika Avam palatasi vakillar umiki 21 fevral dushanba Angliyadga ziyoratda bo'lgan bo'lib, ular angliyalik siyosiyonlar bilan ko'rishgandan boshqa yana vaqt chiqarib Amerikaning Angliyada turishliq bosh elchixonasida Uyg'ur va Hong Konglik kishilik huquq faoliyatchilari bilan ko'rishib, ularning zulmga uchrash kechirmishlarini va Amerika hukumatidan kutgan umidlarini anglagan. Egilanishicha, Pelosi Germaniyada Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashgandan keyin ziyoratini davomlashtirib Londonga kelgan. Nancy Pelosi bilan ko'rishganlar orasida Angliyada surgunda yashayotgan Hong Konglik sobiq parlament a'zosi Logun Chang va Uyg'ur faoliyatchi Rahima Mahmud qatorliqlar bor ekan.